Oq flag, o'rtasida qizil dumaloq bor. Yaponiya. 3 ta vertikal chiziq. Aha. Birinchisi ko'k, o'rtada oq, keyin oxirgisi qizil. Mana bunaqasiga Fransiya. Yes. Chetda oq liniya bor. Keyin o'ngda purple kattaroq kvadratga o'xshaydi. Tushuntirib beramayapsiz? Aralanganga o'xshaydi, kesilgan joyi. Qaysi taraf? O'sha o'sha bitta chizuv bor-da, ajratilgan. Oq bilan purple, to'q qizil, lavlagin rangi. Tasavvur qila olmayman. Общий bitta qizil, oy bor, keyin yulduzchasi bor. Katta. Turtsa. Опять oq, скорый помощьda nimasi, qizil nimasi, plyusiki to'rtga bo'lingan. Har bitta to'rtburchakning ichida yana shunaqa plyuslar bor. Qizil. Shveysariya? Keyin har bitta o'sha to'rtga bo'linganda, har bitta to'rtburchakning ichida shunaqa plyuslar bor. Kichkina bitta. Niderlandiya deyiladi. No. Ko'k, ya'ni havo rang desa ham bo'ladi. O'rtada quyosh. Qozog'iston. 3 ta gorizontal chiziq, oq, ko'k, qizil. Qaytarmayman. Oq, ko'k, qizil. Rossiya? Ya. Oq flag, Hop. gorizontal chiziqlar bor, 4 ta ko'k, gorizontal chiziq. Tepada chap tomonda quyosh bor. Chiroyli. Anaqa ko'zi. Turkmanistonmi? Yo'q, qarang, quyoshning ko'zlari, og'zi bor. Niderlandiya? Yo'q, bilmayman. Vashcha qiyin-ku, qanaqa? Voy, voy yetdimi?